Birinchi manzil Toshkent shahar hokimligi huzuridagi raqamli rivojlanish departamenti bo'ldi. Joriy yilning oxirgi 6 oy mobaynida mingdan ortiq kuzatuv kamerasi 28 mingdan ortiq fuqaroga belgilanmagan joyga chiqindi tashlagani uchun jarima qayd etgan. Hozirgi kunda poytaxtda chiqindilarni yig'ish, olib chiqib ketish jarayonini avtomatlashtirish va shaffoflashtirishga qaratilgan yangi raqamli tizim ishlab chiqildi va amaliyotga joriy qilindi. Bundan tashqari, yuk nazorat tizimi orqali chiqindi tashuvchi texnikalar, yuk miqdori, yoqilg'i sarfi va chiqindi yig'ish punktlari ustidan to'liq va real vaqt rejimida nazorat ta'minlandi. Tizimning asosiy maqsadi inson omilini kamaytirish orqali chiqindilarni tashlash jarayonini raqamlashtirish va tizimli monitoringni kuchaytirishdan iborat. Amalga oshirilgan ishlarni raqamlashtirish bo'yicha 2024-yil avgust oyidan boshlab ofislar loyiha menejerlari bilan raqamlashtirish ishlari amalga oshirish boshlandi. Amalga oshirish ishlar davomida biz ko'p qavatli uylarni 3 oy davomida xatlovdan o'tkazdik. Dastlabki tahlillar natijasiga ko'ra chiqindi yig'uvchi so'z texnikalarimiz 324 ta texnikadan biz 500 taga yaqin texnikaga ko'paytirdik. Chiqindi konteynerlar sonini 4549 tadan 5898 taga oshirdik, ya'ni 30%. Oshirilishlarimiz natijasida 33% ga texnika o'z vaqtida borish ta'minlandi hamda ko'chada qolib ketadigan chiqindilar o'z vaqtida maxsus chiqindi mashinalari tomonidan olib ketilishi ta'minlandi. Navbatdagi manzil qayta yuklash va utilizatsiya markazi Yunusobod tumani filiali bo'ldi. Bugungi kunda Toshkent shahridagi 585 ta mahallalardan 544 tasiga maxsus trans ishlab chiqarish boshqarmasi davlat korxonasi hamda qolganlariga muqobil kompaniyalar tomonidan xizmat ko'rsatilmoqda. Hozirgi kunda tashkilot balansidagi chiqindi yig'ish maydonchalari 6000 dan ortiq maxsus chiqindi konteynerlari bilan ta'minlangan. Kuniga 200 ga yaqin maxsus texnikalar qatnovi yordamida filialga chiqindilar qayta yuklash uchun olib kelinadi. Majmua quvvati sutkasiga 1400 tonnadan iborat bo'lib, chiqindilarni maxsus texnikalar orqali 17 tonnalik konteynerlarda kuniga o'rtacha 50 ga yaqin qatnovda Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida joylashgan poligonga olib borib joylashtiriladi. Ijodiy jamoamiz bilan poligondamiz. Ushbu yangi maydon 2024-yilning sentyabr oyida qurib foydalanishga topshirilgan bo'lib, umumiy maydoni qariyb 31 gektarni tashkil etadi. Bu yerda 3 ta asosiy kotlovan qurilgan bo'lib, umumiy qazish hajmi 2,26 million metr kubni tashkil qiladi. Oxirgi 5-6 yilda shaharning tozaligi juda ham ifloslanib ketyapti. Aholi mana birgalikda harakat qiladigan bo'lsak, bularni oldini olgan bo'lamiz. Buni o'z vaqtida olib ketib, o'z vaqtida utilizatsiya qilib, buni qayta ishlaydigan bo'lsa, bu ham juda katta foyda keltiradi. Chet el tajribalarini biz borib o'rganib keldingizda, Italiyada, Fransiyada, Yevropa davlatlarida bular 100% qayta ishlanadi. Bizda hozir bor yo'g'i 17-18% qayta ishlanyapti. Prezidentimizga mana bundan men rahmat deyman. Mana hozir katta mablag' bizga ajratib, mana shu Ohangaron poligonida saralash hamda qayta ishlash zavodlarini quramiz. Shunda poligonimiz 12 yilga mo'ljallanadigan bo'lsa, bu zavodni qursak, uni umri yana bir necha 10 yilga cho'ziladi. Poligon kotlovani bo'lgan maydon sanitariya talablariga mos ravishda bentoid va geosintetik materiallar bilan qoplangan. Bu orqali chiqindidan chiqadigan kimyoviy suyuqliklarning yer osti suvlariga salbiy ta'sirini oldini olish choralari ko'rilgan. Eski poligonimizni 1970-yilda ochilgan bo'lgan. Hozir eski poligonda 30 million kuba chiqindi zaxira qilingan bo'ldi. Hozir shu metanni olish bo'yicha Koreya Sijin kompaniyasi bilan bu eski poligonda 1000 taga yaqin quduq qaziladi. O'sha yerdan metan gaz chiqarib 16 megavat elektr energiya chiqariladi. Bu yil oxiriga, 2-yil boshlashiga shu proyekt ishga tushadi. Yangi poligonimiz ko'rgan bo'lsanglar, mana bitta trubalar chiqib turgan. U trubalar biz kelajakda ko'tarib turamiz. 4-5 yildan keyin o'sha trubalardan metan gazni olishga imkoniyatimiz bo'ladi. Poligon atrofiga 2 million ortiq terak va 200 dan ortiq archa ko'chatlari ekish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, yaqin yillarda poligondan gaz qazib olish ishlari ham boshlanishi ko'zda tutilmoqda.